bo'lsin, dunyo tinch bo'lsa, farzandlarimizni baxtiga, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday bir tinch dunyoni biz yashayapmiz. Masalan, O'zbekistonda masalan bunday tinch dunyolar kam, mana ko'ryapmiz. Boshqa joylarning ahvolini. Borimizga shukr qilaylik. Bittasi aytgan ekan, o'zbek 40 ming oylik olsa, 40 million qilib uni to'y qiladi. Demak, bizga shunday biz nima borda, bir baraka bor. Shu masalan 40 millionni topamiz. Bu yoqda ishlaymiz bu. Bizni O'zbekistonda ishlagan odam bor-ku, och qolmaydi. Ish bor. Faqat biz masalan dangasamiz. Misol dangasalik qilamiz. Yo u yoqda ishlamaymiz, bu yoqda ayrim ayol erkaklarni ko'ramiz. Bola puli bilan o'tirganlar ham bor. Ayoli ko'chada ishlab, er uyda o'tirganlar ham bor. Ana shundan keyin bor-ku, nima uchun ayollar masalan erni hurmat qilmaydi, boshqa qilmaydi. Erkak masalan uyda topib kelmagandan keyin uni masalan hurmati yo'qoladi. Shuning uchun avvalambor erkaklarimizga masalan ishida omad tilaymiz. Uyimizni nimasi shohi, har bitta xonadonni masalan u ayol kishi shohmi, gadomi, u eri masalan ana shu xonadonni piri, ana shu xonadonni shohi. Masalan borgandan keyin, uyga kirgandan keyin erni masalan hammasi masalan xizmatkori nima qiladi. Shuning uchun hamma ayollarimiz masalan bolalarga yaxshi tarbiya berib, erlaringni hurmat qilinglar, izzat qilinglar. Ana shu ayol kishi qanday qilib uyiga masalan eriga hurmat izzat qilsa, ertaga uni farzandlari ham xuddi shuni qiladi. Shuning uchun aytadi-ku, erni er qiladigan ham xotin, qora yer qiladigan ham xotin deb. Shuning uchun tarbiyani yaxshiroq beraylik. Ertaga hamma joyda bizda O'zbekistonda masalan u masalan gender tenglik faqat ish bo'yicha, uy bo'yicha emas. Uyda ayol kishi har doim bir pog'ona past nima yuradi. Shuning uchun hammalaringizga omad tilayman. Mana shu ro'za kunlarimizni yaxshi o'tkazib, endigi yillarga ham shu kunlarga birga yetishaylik. Assalomu alaykum o'rgatinglar, molday o'tib ketadi. Bu birinchi va ikkinchi, har bir holatda shu bismillah o'rgatinglar bolalar. Shaytonni quvsin. Aksariyat shayton yo'lga kirib ketdi. Bejiz yurmayapti, soat 1da, 12da boshqa bordi. Ana shu. Siri bo'lmasa bir nima chiqdi, ulamo chiqib aytayapti. O'zbekiston shayton ko'payib ketdi. Bu haqiqat. Kimniki shayton? Jodubar bor mahallada, baxshi bor mahallada, folbin bor mahallada, demak shu narsa ular. Ehtiyot bo'linglar. Kechqurun duoni chiroyli qilinglar, yeb ichib bo'lib. Xudoga shukrni ko'proq aytinglar. Alloh taolo shukr qilgan bandaning mukofotini beradi. Noumid bo'lmanglar. Hammadan omad, umidlarni uzun istaring butun bo'lsin. Bitta narsa sizlardan iltimos qilardim. Kimlar bilandir hozir gaplashganmiz, kimlardir qabulimga ham borgan. 2 noyabrdan rahbarlik lavozimiga o'tirgan bo'lsam, o'sha boshliq lavozimiga, misol hojibonni o'zlari ham bordi. Misol raisimiz eng ko'p chiqadigan rais Saxovat mahallasining raisi bo'ladi. Gaz ta'minoti bo'yicha uni sizlarga hamma joyda aytganman, hamma yig'ilishda aytiladi. Bu muhokamasi ketiladigan narsa. Buni sizlarning davralaringiz ichida ham aytaman, sababki kim nima desa deydi, haqiqatan ham ishlagan odam, nuqul ishlagan joyda kamchilik bo'ladi. Ishlagan joyda kamchilik bo'ladi. Bizda ham sohamiz juda ham obod deya olmayman. Haqiqatan ham bizda ham hozir kuzatib boryapsizlar, har bir sohada islohotlar ketyapti. Har bir sohada, nafaqat gaz sistemasida, bu elektr energiyasida, misol uchun resurslarni tejash bo'yicha, ko'kalamzor, yashil makon sifatida hamma sohada o'zgarish bo'layotgan sabab bizda ham sohada shunday o'zgarishlar bo'lyapti. Hozir opaning murojaati bo'yicha bu murojaat qoldirmaydi. Siz murojaatingizni yozib olaman. Kimdan murojaat bo'ladigan bo'lsa, har safar Saxovat gruppasida men o'zim ham borman. O'sha yerga murojaat qilib chiqadiganlar misol bo'ladigan bo'lsa, yoki opa murojaatdan o'zim chiqib javob beraman. Kim o'sha gruppada bo'ladigan bo'lsa, Saxovat mahallasining gruppasida bo'ladigan bo'lsa, ko'rsalaringiz o'sha yerda Qodirov Maqsud deb turib gaz bo'yicha chiqadigan o'sha yigit men bo'laman. Kimda masala bo'ladigan bo'lsa, o'sha gruppani o'ziga ham adresiz bilan yozib, bemalol murojaat qilsangiz, sizning murojaatingiz tez kunda o'sha kunni o'zi topshirib berib turib ijrosini ta'minlaymiz. To'g'ri, gaz bosimida bizda hozirda viloyatimiz bo'yicha Oqoltin tumanidagidek gaz bosimida hech kimda masala yo'q. Bizda masala yo'q demoqchiman, boshqa tumanlardagidek. Sababi tumanimiz kompaktni. Faqat boshqa Shirin shahri bor. Shirin shahri bilan Oqoltin tumanida boyagiday
to'lov intizomi bo'yicha ham misol uchun sanab o'tadigan bo'lsak, fuqarolarimiz eng yaxshi bizda. Rahmat, buni avvalambor sizlarga rahmat aytaman. Yoqilgan gaz to'lov intizomi bo'yicha. Bitta endi no tarafini aytaman, uni ham to'g'ri. Ayb o'zimizda ham, sababi sohamizdagi xodimlarni to'liq ishlamayotganligidan deyman. Buni aytishimda har bir xonadon yillik texko'rikdan malakali xizmatdan o'tkazilishi kerak. Buni kimgadir aytsang yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ko'p murojaat qilinayotgan gazi pastlik degan uylarda borib ko'radigan bo'lsa, voy misol uchun Shiringuroqda aytgan o'zlari misol qilib aytgan. 2 kun gazim yo'q dedilarda, uyini borganda gaz misol uchun endi bilasizlar, yer ostidan qazib olinadi. Buni sizning xonadoningizgacha bo'lgan transportirovka deyiladi. Ishlar qazib chiqarilganida sizning uyingizga oxirgi hisoblaysiz o'tgungacha bo'lgan mashaqqatni uni juda ham katta, buni respublikamiz misol uchun miqyoslab ko'rasizlar, yurtboshimizda olib borayotgan islohoti ham bekorga emas. Buni tushungan, biladigan misol uchun fuqarolarni mana sizlar shu yerda o'tiribsizlar. Misol shuni yana bir narsa aytmoqchimanki, yillik texko'rikdan har bir xonadon o'tkazilishi shart. Bizda Saxovat mahallasi tahlilini qilganman. Bu bo'yicha hozir men yig'ilishda protokol qilinadi. Shu protokolga bu men so'zlarimni ham iloji bo'ladigan bo'lsa, o'sha yig'ilish raisimizni tayinladik, Ibrohim Hoji bobomizni tayinladik. Kotib sifatida akamizni qildik. Kotibdan iltimos qildim. Har bir so'zimni shu yig'ilish protokoliga kiritishdi. Sababi bu yerda diskussiya deb, mana fuqarolar bilan muloqotimizda yana bir taklif bo'lardi, iltimos bo'lardi. Mana shu birinchi meni mahallalarda o'zi tashabbus bilan birinchi marta chaqirilayotgani Saxovat mahallasida. Misol uchun mana bugun chaqirildi, menga kengash bo'ladi, keling dedi, shu yerdagi fuqarolarga murojaat bo'ladi. Bu birinchisi. To'g'ri, sayyor qabullar biz o'zimiz yuramiz, o'zimiz mahallaga kelamiz, lekin bu birinchisi. Bu oxirgisi bo'lmasin. Bunisi ko'payaversa bizda ham masalamizni men ham bilaman. Sababi yig'ilishda ko'p bo'lamiz, mana har xil yig'ilishlarimiz bor, hukumat yuqori anosidan, misol uchun mahalla kesimida ham bo'ladi. Vaqt bo'lmaydi, misol uchun sizlarni har birlari bilan gaplashishga. Lekin mana shu yig'ilishda o'zini fuqarolar, o'zini sizlar fuqarolarni murojaati bilan dardni qayerda ekanligini, fuqarolar dardi qayerda ekanligini, mana gaz pas bitta ko'chani bir tarafida bor, bir tarafida yo'q. Bitta uyda bor, ikkinchi uyda yo'q. Misol o'shani bilib, fuqarolarni o'sha misol uchun e'tirozlarini inobatga olgan holda ishchilarni o'sha ko'chaga tashlaymiz. Hokimiyatga borsangiz, prokuraturaga borsangiz, qo'lingizda qog'oz olib borasizda, bo'lmasa haydab yuboradi sizni. Hozir mana kelgansiz, qo'lingizda na daftar bor, na ruchka bor, mana shunda bor bo'lsa, siz nimani yozdingiz? Mobil turibni olib chiqmoqqa, aybim meniki. Yo'q, shuni mesela yozib mana bunisi bunday qilish kerak, bunday qilish kerak. Olsamda, umra qilgan bo'lsa, nega faqat telefonga Olga daftarini. Shartnoma bo'yicha fuqaro o'tiribdi, vakillar o'tiribdi. Talabni ijrosini qilib beringlar. Shartnomani